Sizlar bilan geometrik masalalarni super usulda ishlashni davom etamiz. Demak, bizga to'g'ri burchak uchburchak berilyapti hamda uning gipotenuzasi uzunligi 10 ga, hamda bu uchidan bitta chiziq tushiryapti. O'sha 4 va x ga bo'lyapti ekan, hamda burchagini 60 bilan 10 gradusga bo'lib beradigan bo'lsa, mana shu x uzunligini topishimiz kerak. Xo'p, bu yerdan nimalar qilishimiz mumkin? Biz bu 90, bu jam qilsam 70, shunda 180 bo'lishi uchun mana bu burchagimiz 20 gradus bo'lar ekan. Endi qarang, shunaqangi bitta chiziq tortamiz. Ya'ni mana bu uchidan kesma tushirib olamiz. 10 gradus burchak ostiga tushiramiz. 10 gradus. Shunda bu kesma bilan bu kesma teng bo'ladi. Ya'ni bu bilan bu bir xil tushirib oldim. Yana 10 gradus. Endi hammasini qo'shadigan bo'lsak, 80 gradusga teng bo'lar ekan. Shunda 80 20 qo'shsak 100 180 gradus berish uchun mana bu yer ham 80 gradus bo'ladi. Endi qarang, 10 bu bilan bir xil bo'lgandan keyin past x bo'lsa, mana bu ham x bo'ladi. 80 bo'lgandan keyin, demak, bu tomon bilan mana bu tomon teng yonish burchagi qoldi. Ya'ni 10 bilan bu tomonlarni yig'indisi teng bo'lar ekan. Ya'ni 10 barobar 4 plus x plus x. Va 4 ta olsak, 6 barobar 2x x teng bo'lar ekan. Geometrik masalalarni bunaqa super usulda o'rganishni xohlasangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lib qoling.